Bizi fermada ichkari bilan birgalikda tashqarida ham buzoqlar saqlanadigan joy bor. Mana shunaqa uychalar shaklida. Bu yerda asosan sotiladigan buzoqlar turadi. Fermamiz o'zi sutchilikka moslashgani uchun faqat biz Holstein zotli mollarni sog'iladi fermada. Bular anguslar. Sotish uchun urug'lantirayotganda angus urug'larini qo'yiladi. Mana shu buzoqlar misol uchun 1 oylik buzoqlar. Mana shu buzoq. Okay. Buni sotishda ham o'ziga yarasha shart-qoidalari bor. 28 kun bo'lishi kerak minimum. 60 kilogramdan oshishi kerak. Minimum 60 bo'lishi kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu buzoq O'zbekistonda necha pul? Germaniyada 350-300 yevro atrofida bo'ladi. 28 kundan oshgan yo 60 kilogram ga to'g'ri keladigan buzoqlar. Mana shu kattalikdagi angus buzoqlar yoki o'zimiz jaydari buzoqlar necha pul? O'zbekistonda yozib ketinglarchi.